Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumizda tuproqda moddalar va energiya almashinishida mikroorganizmlarning ahamiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Mavzumizda quyidagi reja asosida olib boramiz. Ya'ni birinchi tabiatda moddalar almashinuvi, ikkinchi tuproq unumdorligida mikroorganizmlar tomonidan uglerod aylanishi va o'zlashtirilishi, uchinchi tuproq unumdorligida mikroorganizmlar tomonidan azotning aylanishi hamda o'zlashtirilishi, to'rtinchi tuproq unumdorligida mikroorganizmlar tomonidan fosfor hamda oltingugurtning aylanishi va o'zlashtirilishi haqida to'xtalib o'tamiz. Tabiatda moddalar almashinuviga keladigan bo'lsak, yerning ustki qatlamlari atmosfera, gidrosfera, cho'qinti jinslar va ayniqsa tuproq qoplamining paydo bo'lishi tarixi mikroorganizmlar faoliyati bilan uzviy bog'liqdir. Ularning tabiatda ishlash qonuniyatlarini tushunmasdan turib, tuproq haqida fan bo'lishi mumkin emas. Yerdagi barcha jarayonlar dastlabki bosqichi quyosh energiyasi bilan ta'minlanadi. Sayyoramizda har soniyada energiya, ya'ni quyosh energiyasi kelib tushadi. Bu energiya davomida ikki davr, ya'ni katta geologik va kichik biologik aylanish harakatlariga sabab bo'ladi. Bor yo'g'i 0,2% quyosh energiyasi o'simliklar tomonidan o'zlashtiriladi. Ammo bu energiya juda katta ishni bajaradi. U biotinoz jarayonlarini boshlaydi va sintez qilinadigan organik moddalarning kimyoviy bog'lanish energiyasiga aylanadi. Agar o'simlikning o'rtacha samaradorligi 0,1% bo'lsa, u holda fotosintetik organizmlarda u sezilarli darajada yuqori bo'lishi mumkin. Potensial biogen energiyaning asosiy zaxirasi tuproq qoplamida o'simlik ildizlari, mikrob biomassasi va chirindi ko'rinishida to'planadi. Biologik jarayonlar doimiy transformatsiyalarga uchragan turli elementlarni o'z ichiga oladi. Buning natijasida tuproq litosfera, gidrosfera va atmosfera o'rtasidagi almashinuv jarayonlarini kiritish hisobiga tuproq qatlamlarida kichik biologik siklning, katta geologik siklning o'zaro ta'siri sodir bo'ladi. Bu jarayonlarning ba'zilari tuproqning asosiy xususiyatlari, ya'ni unumdorligining shakllanishini belgilaydi. Tuproq mikroorganizmlar faoliyati bilan unumdorlikning 3 ta manbaiga bog'liq hisoblanadi. Birinchi, organik qoldiqlarning minerallashuvi, ikkinchi, litosferada minerallardan kimyoviy elementlarning biologik aylanishda ishtirok etishi, uchinchi, azotning biologik biriktirishi hisoblanadi. Keyingi slaydimizda uglerod yerdagi hayotning asosini tashkil etuvchi muhim biogen element hisoblanadi. Tuproqda uglerod organik va noorganik birikmalar tarkibiga kiradi. Fotosintetik uglerodlar bilan bog'lanish va uning organik birikmalarga aylanish asosan o'simliklar va suv o'tlari tomonidan biosintetik jarayonlarda atmosferadagi uglerodni jalb qilish orqali amalga oshiriladi. Keyin to'plangan bu organik moddalar iste'molchilar va parchalovchilar tomonidan turli trofik darajalarda qayta ishlanadi. Birinchi guruhlarga masalan hayvonlarni kiritishimiz mumkin, ikkinchi guruhga esa zamburug' va bakteriyalar kiradi. Olimlarning ta'kidlashiga ko'ra, organik moddalardan hosil bo'lgan karbonat angidrid taxminan 90% mikrobial kelib chiqishi va faqat 10%gina hayvonlar va odamlarning nafas olishidan kelib chiqar ekan. Qo'zqorinlar uglerodning 2 dan 3 qismini yoki undan ko'pini, bakteriyalar esa faqat 1 dan 3 qismini tashkil qiladi va ishlab chiqaradi. Biroq bu raqamlarni aniqlashtirish kerak hisoblanadi, chunki organik moddalarning bir qismi tuproqda gumus shaklida qoladi. O'simliklarning tuproqdan fosfor, kaliy, temir, kalsiy, magniy kabi elementlari va minerallashuvidan kelib chiqadigan mikroelementlar bilan ta'minlanmasdan turib, birlamchi o'simliklarni yaratish mumkin emas deyiladi. Minerallarning nobud bo'lishi
qisman o'simlik ildiz tizimlari ta'siri ostida sodir bo'ladi, lekin ko'p darajada organik va mineral kislotalar, ishqorlar hosil qiluvchi tuproq mikroorganizmlarining hayotiy faoliyati natijasi hisoblanadi. Bu moddalar minerallar bilan to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita o'zaro ta'sirlashib kristal panjaralarni buzishadi va murakkab birikmalarni hosil qiladi. Natijada harakatchanligi o'zgarishi bilan bir sikldan ikkinchi siklga aylanib o'tadi. Tuproqda mikroorganizmlar roli nafaqat o'simlik va hayvonlarning organik moddalarni yo'q qilishda, balki atmosferada gaz tarkibini, yer osti suvlarining kimyoviy tarkibini nazorat qilishda ham, tuproq bilan chegaradosh litosferani o'zgartirishda ham namoyon bo'ladi. Mikroorganizmlar tomonidan amalga oshiriladigan moddalarning yuqori faolligi va sayyoraning o'zgarishlarini ulkan ko'lami, ularning juda ko'pligi, keng tarqalganligi va tez o'sishi bilan bir-biridan farq qilib boradi. Ya'ni xilma-xilligi bilan farq qilib boradi. Yana bir misol keltiradigan bo'lsak, tuproqdagi uglerod aylanishda misol tariqasida yomg'ir chuvalchanglarining roli haqida ham to'xtalib o'tsak, ularning faoliyati, ya'ni davomida quyidagi, ya'ni uglerodni aylanishda quyidagicha yordam beradi. Organik moddalarni tez parchalaydi, atmosferadagi karbonat angidrini chiqarishi va aylanishda ishtirok etadi. Organik birikmalarni barqaror siklda aylanishida ishtirok etadi hamda yomg'ir chuvalchanglarining organik qoldiqlarini yutish darajasi kuniga olib qaraydigan bo'lsak, 2,6 dan to 80 milligacha quruq moddani tashkil qilish mumkinligini bilishimiz mumkin. Yana bir narsa, yomg'ir chuvalchanglari tuproq tarkibida jismoniy o'zgarishi, mikroblarning o'zaro ta'sirini osonlashtirish va organik uglerodni tez parchalashda himoya qiluvchi sharoitlarni yaratish orqali tuproqdagi uglerodni barqarorlashtirishda ham katta rol o'ynaydi. Keyingi slaydimizda aynan azotning davriy aylanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tuproq unumdorligida olib qaraydigan bo'lsak, mikroorganizmlar tomonidan azotni tuproqda aylanishi va o'zlashtirishiga ko'ra, quruq havodagi og'irlik jihatdan 75,5% hajm jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, 78,1% ni azot bor hisoblanadi. Ammo o'simlik va hayvonlar havodan azotni o'zlashtira olmaydilar. Ular faqat kimyoviy bog'langan azotni o'zlashtirish imkoniyatiga ega. Ya'ni bu yerda o'simliklar va hayvonlar organizmida azot birikmasi holda bo'ladi. Ular oqsilning 16-18% ni tashkil etadi. Ammo dengiz suvida va tuproqda azot organik va mineral birikmalariga erigan holda bo'ladi. 1 gektar haydalgan tuproqda 6 tonnadan 18 tonnagacha bog'langan azot bo'lishi mumkinligi tadqiqotlarda ko'rsatib o'tilgan. Ammo o'simliklar tuproqdagi umumiy azot zaxirasini faqat 1%gina azot birikmasi sifatida o'zlashtiradi. O'simlik azotning anorganik birikmalarining ammoniy tuzlar holida o'zlashtira oladi. Tashqi muhitda esa azot moddalari mikroblar ta'sirida asta-sekinlik bilan o'simliklar o'zlashtira oladigan oddiy birikmalarni parchalaydi. Ya'ni bu yerda azot to'plovchi mikroorganizmlar miqdoriga ko'ra juda keng tarqalgan bo'lib, shu tufayli atmosferada erkin azot hamda moddalar almashinuvi jalb etiladi. Ularning faoliyati tabiatda azotning aylanishini ham asosiy hal qiluvchi qismi hisoblanadi. Oqsilning to'liq parchalanish natijasida o'ziga xos badbo'y hid paydo bo'ladi va mana shu badbo'y hid hosil bo'lishi, ya'ni azotli moddalarning mikroblar tomonidan parchalanishi, chirish jarayoni ham deyiladi. Bu esa oqsilning murakkab o'zgarishdagi birinchi mikrobiologik davri hisoblanadi. Ammiak
va ammoniy tuzlarini hosil qiladigan protsess, ya'ni bu jarayon ammonifikatsiya jarayoni deyiladi va ammiyakning tuzlari to'planish qatnashishida bakteriyalardan esa ammonifikatorlar deyiladi. Ammonifikatsiya oqsillar va boshqa azotli organik birikmalarning ammiyakkacha parchalanishi hisoblanadi. Tuproqda oqsillarning chirishi va mocheminaning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan ammoniy tuzlari va ammiak nitratlarga aylangandan so'ng o'simlik tomonidan o'zlashtiriladi. Ammoniyli tuzlar nitrifikatsiya jarayonida natijasida o'simliklar yaxshi o'zlashtiriladigan nitrat kislota tuzlariga o'tadi. Maxsus mikroblar ta'sirida ammiakning parchalanib nitrat va nitrit kislotalarini hosil qilishi nitrifikatsiya deyiladi. Nitrifikatsiya jarayoni ham o'z navbatida nitrifikator bakteriyalar tomonidan amalga oshiriladi. Bu nitrifikatsiya protsessi ikki fazadan iboratligi, bularning mikroblar ishtirokida yuzaga amalga oshirilishi Vinogradskiy tomonidan isbotlab berilgan. Bu yerimizda aynan o'sha tabiatda atmosferada azotli, ya'ni azotni fizik, kimyoviy va biologik yo'l bilan to'planishi mumkin bo'lgan havoda elektron zaryadlarni hosil bo'lganda erkin azot kislorod yoki vodorod bilan birikib ammiak yoki azot oksidi sifatida yerga tushishi ko'rsatib o'tilgan. Lekin tuproqda bunday holda azot birika olmaydi. Bunday jarayonlarda eng kuchlisi biologik omil hisoblanadi. Chunki tuproqda havodagi azotni o'zlashtirib, undan azotli birikmalarni hosil qiladigan mikroorganizmlar borligi hisoblanadi. Ular azot to'plovchi bakteriyalar deyiladi. Ularning faoliyati tufayli tabiatda azot to'xtovsiz amalga oshib turadi. Ya'ni olimlarning hisoblariga ko'ra, azot to'plovchi bakteriyalar har yili ekin ekilgan maydonlarda gektariga 25 kilogramdan 50 kilogramgacha, madaniy ekinlar ekilganda esa 60 kilogramgacha azot to'plashi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Azot to'plovchi bakteriyalar ikki gruppaga bo'linadi. Ya'ni birinchisi tuganakli bakteriyalar, ikkinchisi tuproqda erkin yashovchi bakteriyalar hisoblanadi. Rasmga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, dukkakli ekinlar ekilganda tuproq azotli o'g'itlarga muhtoj bo'lmaydi. Chunki dukkakli o'simliklarning o'zlari tuproqni azotli o'g'itlarga boyitadi. Bu hodisa qishloq xo'jaligida dukkakli o'simliklar bilan boshoqli va boshqa ekinlarni almashlab ekishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Tuganak bakteriyalari, mana shu ildizdagi tuganak bakteriyalar beda hamda turli dukkakli o'simliklarning ildizlarida maxsus tugunchalarda yashaydi. Kichik tugunchalarni kesib olib ichini tahlil qilgan paytimizda mayda harakatsiz, ya'ni sporasiz tayoqchasimon bakteriyalar aniqlangan. Tuganak bakteriyalar tuproqdagi hosildorlikni oshirish uchun bakterial o'g'it sifatida ham foydalansa bo'ladi. Agarda tuproqda ya'ni ohak tuzlari, fosfor va azotli kislotalar bo'lsa, azot bakteriyalar yaxshi rivojlanadi va havodagi azotni ko'proq to'play oladi. Tuganak bakteriyalar aerob bo'lganligi uchun yer haydalganda, ya'ni yerga ishlov berilganda, qancha ishlov ko'p beriladigan bo'lsa, shuncha havodagi azotni yaxshi tutib qoladi va o'simlik ildizlari tugunaklarida ko'proq yig'ilishiga va tez yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Bu yerda oltingugurtning tuproqda aylanishi, ya'ni atmosferada aylanish haqida ma'lumotlar, sxemalar keltirilgan. Oltingugurt asosiy qismi tuproqda o'simlik va hayvon qoldiqlari bilan birga tushadi va parchalanadi. Oltingugurt vodorod sulfid shaklida ajralib chiqadi. Vodorod sulfid hayvon organizmi uchun zaharli hisoblanadi. Vodorod sulfidni
hayvonlardagi oksigen ta'sirida va oltingugurt bakteriyalar ishtirokida oksidlanishi natijasida oltingugurt sulfat kislotasi va suv hosil bo'ladi. Oltingugurt to'plovchi bakteriyalar avtotroflar ham deyiladi. Ular uchun oltingugurt oziqa moddasi bo'lib xizmat qiladi. Oltingugurt to'plovchi bakteriyalar ikki gruppaga, ya'ni pigmentli va pigmentsizlarga bo'linadi. Chunki bakteriyalar faoliyati natijasida oqsil tarkibidagi oltingugurt vodorod bilan birikib, sulfid holida tuproqqa to'planadi va o'sha to'plangan bakteriyalar produsentlarni o'zlashtira oladigan sulfatlargacha oksidlaydi. Tuproqda agar botqoq joylar bo'ladigan bo'lsa, ko'l suvlarda yoki botqoq joylar bo'ladigan bo'lsa, oltingugurtli buloq suvlari, oltingugurtning to'planish bakteriyalari ko'p uchraydi. Tabiatda yana boshqa sion bakteriyalar nomli bakteriyalar ham oltingugurt to'playdi, lekin ular o'z tanasida oltingugurtni saqlamaslik xususiyatiga ega. Ushbu mikroblar tuproqda sho'r suvda ko'p uchraydi va ular katta ahamiyatga ega, chunki suvda to'planadigan zaharli vodorod sulfidni oksidlab zararsiz holga keltiradi va atrof muhitni tozalab turadi. Ular tuproqda oltingugurtni oksidlanib o'simliklar o'zlashtira oladigan holatga keltirib beradi. Tabiatda oltingugurt to'plovchi bakteriyalar bilan bir qatorda ularga nisbatan teskari ish qiluvchi bakteriyalar ham bor. Bu bakteriyalar sulfatlarni parchalab vodorod sulfid holatiga keltirishi ham mumkin. Bu rasmimizda ko'rinib turibdiki, tabiatda fosforning aylanishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Fosforning almashinishida mikroorganizmlar ishtirokiga ko'ra oqsil moddalar va lipoidlar tarkibidagi fosfor ham bo'ladi. Organik moddalar chirib parchalanishda fosfor kislota hosil bo'lib, u tuproqdagi kaliy, magniy, temir tuzlari bilan birikadi va o'simliklarni o'zlashtira olmaydigan tuz hosil qiladi. Keyin bu tuzlar mikroblar ta'sirida eriydigan holatga keltiriladi. Fosfatlarni eriydigan holatga keltirishda nitrifikatsiyalovchi bakteriyalar, ya'ni oltingugurt va sion bakteriyalar ishtirok etadi. Bu birikmalarni o'simliklar o'zlashtiradigan, eriydigan holatiga fosfor mikroblari keltiradi, ya'ni fosforli mikroblar amalga oshiradi. Tuproqdagi fosfat birikmalarining o'simliklar tomonidan o'zlashtirilishi va o'simliklardan o'txo'r hayvonlarga o'tishi, o'simlik va hayvonlar o'zlaridan chiqindi va qoldiqlar ajralib chiqqanda yoki nobud bo'lishganda mana shu fosfatlar tomonidan iste'mol qilinadi. Natijada tuproqqa qaytish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, ko'rinib turibdiki, ushbu rasmda ham tuproqdagi mikroorganizmlar ahamiyati shundan iboratki, mikroorganizmlar agar tuproqda aktiv holatda bo'ladigan bo'lsa, bunga ko'plab omillar sabab bo'ladi. Ya'ni aktiv bo'lishi uchun tuproqning gidrotermik rejimiga, ya'ni bog'liq reaksiyasiga bog'liq, organik moddalar miqdoriga bog'liqligi, shu bilan bir qatorda oziqa moddalar bilan ham bog'liqligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tuproqda unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan mana shu nitrifikatsiya, azot to'plovchi ammonifikator bakteriyalar faoliyati kislotali sharoitda keskin pasayishi, ammo zamburug'li mikroorganizmlarimiz kislotali sharoitda ham rivojlana olishi, unga chidamli ekanligini unutmasligimiz kerak. Tuproqda aeratsiyaning yomonlashuvi yuzaga kelishi bilan mikroorganizmlarning faoliyati ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qanchalik tuproqda havo almashinuvi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, mikroorganizmlar faoliyati ham yaxshi bo'ladi. Mikroorganizmlarning yaxshi rivojlanishi uchun tuproqda yetarli miqdorda organik moddalar bo'lishi ham muhim hisoblanadi. Chunki ko'pchilik mikroorganizmlar ma'lumki heterotoflar hisoblanadi.
Organik moddalar va ular uchun energiya hamda uglerod, azot va boshqa muhim elementlar manbai ham hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz tugadi.